Salam köpçülük. Bugün sizlerge epeyge korunmaz ailelerde işletişke bek muvaffak kıldıgan toxu dümlemesine gösterimiz. Aldı bilen toxuda parçalı olabız. Yağını qile yalpak toğrayımız. Baş piyazni yalpak toğrayımız. Çadap tayarlı olgan toxuda hem de temlendirip alımız. Bununla tuz, qarmoş, zire, uvaqlaza bu işlerni silip tekşi aralashtirib olamiz. Rangini sağartish uchun azroq janyu aralashtiramiz. Bu janyuni qo'ymasaqmi bo'laverdi. To'g'riga janyu bilan piyozni aralashtirib, ishtaq temlantiramiz. Temlantirib 20 minut atrofida tindiramiz. Tem singandan keyin, anandan keyin qozonga silib, bir temimni suv qo'ymay mush holatda pishiramiz. Temlantirib qo'ygan materialda biz odatda öyleydi bolsa, tok qozon bolsa, texib apchil bo'ldi. Bu bo'lmay qolsa, odatdagi o'choqda o't pishirasaqmi bo'ladi. Uni intayin tuvan darajaga o't qo'yib, shuni pishiramiz. Oldidan o'sha to'xu go'shti bilan piyozni qozonning ostiga to'g'rilab solamiz. Buni qozonga silib 40 minut atrofida dumlab pishqicha turg'izsak bo'ldi. Bundan hech qanday karimiz bo'lmasmi, o'zi pishaverdi. 40 minut o'tdi. Bu o'zi pishgandan keyin oldi bilan yan yo'llarini ilib taxsin ostiga bostirib olamiz. Pishgandan keyin ustiga ozroq piyoz silib tayyor qilamiz. Bugungi to'xu dumdumisi mana hozir tayyor bo'ldi. Bu taomniki aloyligi, qeri yosh hammalarga mos keldi. Ta'mi o'zgacha. Uylarda mehmon kelganda ichishga intayin mos keldi. Bu qo'l tutmaydigan alayliklar bor. Bugungi programmamiz işe tamam. Keyingi programımızda görüşelim.